Atigi 2 dona tuxumdan dunyoni pryadigini tayyorlaymiz. Ko'rinishi magazinnikiga o'xshaydi, lekin ta'mi juda ham zo'r chiqdi. Idishga un, shakar, tuz va issiqqina sutimizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Kamochkalari qolmasligi kerak. O'simlik yog'i solamiz. Bitta tuxum butuni, bittasi sarig'ini ajratib solamiz. Oqini olib qo'yamiz. Vanilin solib aralashtirib chetga qo'yib qo'yamiz. Boshqa idishga un gazli fitilni aralashtirib, tuxumli massa bilan birga xamir qoramiz va dam olishga qo'yamiz. Korzinka Go'dan zakazlarim keldi. Shu Korzinka Go juda ham qulay bo'ldi de yosh bolalar uchun. Korzinka Go birinchi 3 ta zakaz uchun 30 mingdan 90 ming skidkalar qilishadi. Agar dastavkalar 250 mingdan oshsa, uygacha tekin dastavka qilib berishadi. Mahsulotlari xuddi o'zingiz magazinda tanlab olgandek hammasi. Damagan xamirni to'rt bo'lakka bo'lamiz. 1,5 santimetr qalinlikda yoyib, dumaloq stakanda kesib chiqamiz va duxovkada usti qizarguncha pishirib chiqamiz. Shunaqa dombo bo'lib ishib chiqadi. Saxirning pudraga bo'yab qo'ygan tuxum oqini solib, mikserda oppoq qilib, bezak qilib ko'pirtirib olamiz va sovigan pechenyelarimizni botirib chiqamiz. Reshetkada bezeklarini qotirib olamiz va paketga solsak yumshoqqina bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.